oxirgi paytda Instagramga chiqib olib, Rossiyani yomonlab, Belarusiyani maqtayotgan bloger akalarimiz, o'zicha bloger akalarimiz videoni ko'ringlar-da, videoni maksimal tarqatib qo'yinglar. Belarusiyani maqtayotgan akalarga. Mana misol hozir ish beruvchi bilan gaplashdik. $500 oshchi ish bo'lsa ketishaver dedi. Men undan oshcha pul bermayman dedi. Men qolgan hammamiz yo'q, $500 ga ishlamaymiz. Bayda $500 ishlaydigan bo'lsak, $200 qornimizga ketsa, $100 misol sovun povun kirpirimizga, soda podalarga ketadigan bo'lsa, $200 uchun bayda yurishib, vaqtimizni o'tkazdirib sarson bo'lishimizning foydasi yo'q. Bunda O'zbekistonga qaytib jo'natib o'tgani yaxshi. $500 oylik aytyapti, yemog'ing o'zingdan, yotog'ni o'zing to'laysan deyapti. $200 dan unga chiqsa $200 pul qolyapti. Uni O'zbekistonda biz undan ko'proq topamiz. $500 dan ko'p. Ular aytyapti, ket demayapti-yu, kechgacha hal qilamiz dedi. Shuni hal qilishinglarni so'raymiz. Qaqa ketdingiz endi. Mana bizdagi sharoit mana. Ikkita Andijon shahardan ikkita bola bor, men borman, xotinim bor. Mana bizga ish beruvchi mana bizga bergan narsasi mana shuni berdi. Mana mo krushkani berdi. Bu krushkaga ham o'rgamchi insoq bor, qaranglar mana. Mana krushkani berdi, mana uni. Mana shu joyni berdi, mana shu joyimiz. Lekin yo'q, yolg'on bo'lmasa, avtobusga chiqqanimizda ham kichik narsa bergan. Bir donadan olmay yana nimadir bergan. Lekin mana ahvolda yashayapmiz mana. Hozir bu ikkita oshnamiz andijonlik bolaning sharoiti bu. Meniki hozir narigi xonada, uni ham ko'rsataman. Bizga hozir $300 dan oylik bordi, nari borsa $400 oylik qilib bera olmayman. Kvartirani o'zing to'laysan, pitaniyani o'zing qilasan, ishga borib kelishdi, yo'l kirasini ham o'zing to'laysan deyapti. Dvornik obodonlashtirishga ekan. Mana katta tarmoqda 4 kishi qoldik hozir. Mana men o'zim xonamga qarab chiqib ketyapman. Endi lekin sharoitda aytyapmiz-da, endi $400 dan oylik qilib bersa, bu oylikda mana sharoit meniki. Mana sharoitdamiz. Mana ayolim bor. Ayolimni ham oyog'ini ko'rsatib qo'ydim. Mana shu bizni ish bilan ta'minlaydigan odam bizga mana shu berdi. Mana ikkitadan qo'shib, ikkitadan vilka berdi. Mana ikki krushkani berdi. Mana ikkita olma bor. Undan keyin bir parcha tovuq go'shti, 2 kusur non bor. Ozgina narsa bergan. Mana ko'ringlar. Lekin cho'ntagimizda pulimiz ozroq ekan, mana Pepsi olib kirdik, unaqa suv olib kirdik. Bizga ish beruvchilardi. Bir anaqaga olinglar, nimaga unaqa bo'lyapti? Hozir bu yerda 20 ta odam bor edik, 16 ta odam mana tanish bilish qilib chiqib ketdi. Shunga ham bizga ish beruvchilar bermadi u ishni. Hozir 4 kishi qoldik biz. Mana 4 kishi endi bilmayman nima qilamiz. Cho'ntagida pul ham yo'q. Mana sharoitdamiz hozir. Belorussiyaga kelaman deyotgan aka-ukalar. Bu yerda unaqa katta oylik yo'q, lekin o'sha narsalarning ham hisobini olib kelingizlar. Eng zo'r ishlasalaringiz $700 dan $1200 gacha qoladi u. Endi undan ham qolmay qolishi mumkin. Yandex taksida ishlab yurgan bolalar shuncha pul ishlasa bo'ladi. Rus tilini bilish kerak. Rossiyadan deport zapreti bo'lmasligi kerak. Yandex akkaunti blok bo'lmagan bo'lishi kerak. Bularda o'zini oddiy xalqi $300-400 ga ishlaydi. Ko'p narsalarda shu surishtirib kelingizlar, qonun qoidalari juda qattiq. Assalomu alaykum. Ko'p vatandoshlarimiz so'rashyapti, Belarusda patent bormi deb. Patent yo'q Belarusda. Belarusda faqat через firma orqali ishlanadi. Firma ishga oladi, razрешение на работу oladi, keyin ishga kiriladi. Men o'ylaymanki, Rossiyada patent olib ishlash qulayroq chem Belarusga qaraganda. Belarusda agar oddiy tadbirkor bo'lib ishlamoqchi bo'lsangiz ham birinchi firma ochasiz, keyin direktor olasiz, keyin buxgalter olasiz. Dальше ketilaveradi. Zato bir tadbirkor bo'lib qolasiz-da. Bu yerda agar bironta ishchini olmoqchi bo'lsangiz, odamni chaqirish kerak firma polni hamma rasxodlarni bo'yniga oladi, keyin chaqiriladi. Xullas, mening fikrim shu. Patent qulayroq Rossiyada. Belarusda unaqa narsa yo'q.